Ko'pchilik PUBG o'ynab telefonlarni uxlatib qo'ygan, ya'ni telefonlarni kuydirib qo'ygan. Nima uchun PUBG'chilar yaxshi telefon olishga harakat qiladi? Men sizlarga hozir tushuntiraman. Ko'ringlar-da. Buni vazifasi faqat o'chib yonish bo'lib qolgan xolos. Men buni sizlarga yechim qilib beraman hozir, qaranglar. Bu nimadan chiqadi? Aynan buni muammosi buning miyasi, protsessoridan chiqadi. Hozir buni to'g'rilaymiz. 1 2 3 katta. Tayyor bo'ldi do'stlar, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa qilib berdik. Do'stimiz telefonini oyoqlari, ya'ni protsessor oyoqlari ko'chib ketgani uchun telefon yonmay qolgan, ishlamay qolgan. Bu holatlar o'sha telefon qizib, nagruzka tushganda oyoqlar, mana bu ko'rib turgan oyoqlaring erib, bir-biriga yopishadi. Telefonning miyasi qizib turib, ishlamay qoladi. Ya'ni telefon o'chib qoladi. Butunlay o'chib qoladi. Aynan shunaqa xizmatlar bor. Butun O'zbekiston bo'yicha xohlagan joyingizdan telefon qilishingiz mumkin. Bizga jo'natasizlar. Muammo o'chib qolgan bo'lsa, sizlarga harakat qilib yoqib, yana o'zlaringiz jo'natib yuboramiz. Bu maksimal narxi 500 ming so'mgacha bo'ladi. Telefon holatiga qarab albatta, boshqa joylar kuygan bo'lsa ham narxlar o'zgarishi mumkin. 350 ming, 400 ming atrofida bo'ladi. Bu video foydali bo'ldi. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.